teskari oqishi bilan barchani hayratga solgan Sangzor daryosi bo'ylab boshlangan sayohatimiz aynan Zomin tumanida tashkil etildi. Jizzax viloyatining eng maftunkor so'lim go'shalaridan biri hisoblangan Zomin tumani ko'p yillik tarixga ega bo'lsa-da, tuman sifatida rasman 1926-yilning 29-sentyabr sanasida tashkil etilgan. Mazkur tuman 1962-yil 24-dekabrda Jizzax tumani bilan birlashtirilgan. 1964-yil 31-dekabrda qayta tuzilgan. Shimolda viloyatning Zarbdor tumani, g'arbda Baxmal va Jizzax tumanlari, sharqda, shimoliy sharqda Yangiobod tumani, janubiy sharqda Tojikiston Respublikasi bilan chegaradosh. Maydoni 2,187 ming km2 tashkil etadi. Zomin tumanida ikkita shaharcha, Dashtobod va Zomin hamda 11 ta qishloq fuqarolar yig'ini mavjud. Ular Beshkubi, Gulshan, Duoba, Navoiy, Obihayot, Tinchlik, Toshkeskan, Chorvador, Shirin, Yangi hayot va G'allakor. Markazi Zomin shaharchasi hisoblanadi.